İştigrek orqalagan batdi degan xiyolingizda bo'lsa, ma filmni cho'qim ko'ring ha. Ko'nglingizni tushunyapman. Tezroq o'riqlab, tezroq bitirib olgingiz bor bu ishni. Shundaqmi? Ammo ig'irlik qancha tez tushsa, sizning metabolizm tayshi shuncha oslab ketadi. Ma savrchanlik bilan oxirini anglab chiqaman gapimni o'nchimi? Normal bo'lganda bir o'riqlik ichidagi ig'irligi bir haftaning ichida o'zininki ig'irligining 1%lik bo'lsa, u normal kirdi. Masalan, 50 kiloliklar 500 gram atrofida ig'irligi tushsa, 100 kiloliklar 1 kilo atrofida ig'irlik tushsa muvofiq. Agar sizningki tushgan ig'irligingiz bundan halqib ishib ketsa, metabolizm tez surat tushadi. Bu chog'da bu o'riqlash ishtigirak oqlashsin emas, bu mangu sizni semizlik qaplab oldi. Dasturda 2-3 kilo ig'irligingiz tushdi. Yana qaytadan cho'qimli fantan bo'libsiz. Fantan bo'lganda burunqidan bakrak sanib tegimi joyilsimiz o'psiz. Chunki tez suratda tushgan ig'irlikning orasida sizning muskulingizni tap tushib ketadi. Ammo qayta fantan bo'lgan ig'irlikning orasida muskul qaytib kelmaydi, teximjiq moy badanga yig'ilib oldi. Ishki azoni teximjiq moy qaplab oldi degan gap. Çoşqa aldırgan yolda qala degan gap bek to'g'ri aytilgan gap bu. Buni da qat'iy aldırmaslik kerak. Deyişe buzuldi degan gap qizlarning odatiga aniqlam ta'sir qildi. Ig'roq bo'lganda da omildor bo'lishim ta'sir qildi. Undan boshqa ama choch tushish, terilar sangilash, ular %100% yuz beradigan ishlar. Chunki shu yerga ozuqlik ketadi. Siz ishtik o'riqlayman deb quvvatli narsa yemadingiz, u yer ozuqlik kelmagandiki shu tugishsiz degan gap. Şunlarca ig'irlikdan sal tezib ketgandek bo'lsa, tomoqning miqdorini cho'qim jiqayting. Bu degan uzunga so'zilgan bir musofa. Tez suratda bitirib olmadingizmi? Mumkin emas, yengib chiqamaysiz. Dal sizning badaningizga joyil, endi shu shaytonga o'xshash maylar yengib chiqqan bo'ldi. Qat'iy og'ir chiqmaydi. O'zingizni to'xtatilab, tomoqning miqdorini muvofiq turib, ig'irlikning tush surati asta-asta bo'lsa, bel aylanida pek cho'ng o'zgarish bo'ldi. Bilib, bilmay o'zingizning o'riqlab qo'yganligini his qila olasiz. Meni ko'nchoq qo'yinglar ha. Siz 3 yildan film chiqaryapman hozir.